Mart-aprel oyida ona bo'ladigan opajonlarimiz uchun Fogi do'konida aynan mart-aprel oyiga qiz bolalar uchun maxsus raddom sumka tayyorladik. Raddom sumkada chaqaloq uchun eng ko'p ishlatiladigan narsalarni solganmiz. Obzorni birga tomosha qilamiz. Raddomda narsalarni tez topish va tez ko'rish uchun mos keladigan prozrachniy raddom sumkani bu gal qiz bolaga moslab oldik. Raddom sumkada eng ko'p ishlatiladigan va eng ko'p kerak bo'ladigan narsalardan biri bu plyonkalar. Shuning uchun raddom sumkada musliniy va hb plyonkalarni joylaganmiz. Yuqori sifatli bu plyonkalarni chaqaloq cho'miltirish paytida yoki boshqa holatlarda bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Taglik almashtirganda qulay bo'lishi uchun klyonkali plyonka, ustki qismi musliniy matodan. Mart va aprel oyining salqin havolariga mos keladigan Turkiya brendlaridan yuqori sifatli peletni ham raddom sumkaga qo'shdik. Raddom sumkada chaqaloq uchun kerakli va zaruriy narsalardan biri bu to'plamli kiyimlar. Shuning uchun raddom sumkada 4 ta to'plamli kiyimlarni qo'shganmiz. Kiyimlarning hb yoki yuqori sifatli bo'lishi chaqaloq terisi uchun juda ham ahamiyatli. Raddom sumkadagi to'plamli kiyimlar bo'lsa yuqori sifatli va hb, hech qanday zarar yetkazmaydi. Qulay bo'lishi uchun qo'shimcha kiyimlardan maykali bodi va yengi uzun bodilarni ham qo'shdik. Poypoqlar ham esdan chiqmadi. Tagliklardan yuqori sifatli premium sifatdagi gipoallergen chaqaloqlarga qarshi ko'rsatmalarsiz taglikni tanladik. Bu taglikning afzal tarafi kindik tomoni ochiq bo'ladi, chaqaloqga noqulayliklar tug'dirmaydi. Gipoallergen yuqori sifatli kosmetik vositalarni ham aynan chaqaloq terisi uchun mosladik. Chaqaloq uchun yog'i, taglik osti kremi va sovuni, quruq va nam salfetka, so'rg'ich va butilkalar. Onalar uchun raddom sumkada gigiyenik vositalarni ham unutmadik. Gigiyenik trusik, ko'krak yostiqchalari, bir martalik plyonka va prokladka. Bu raddom sumkada ona va bola uchun eng kerakli narsalarni joyladik. Yanada Fogi do'konlarining barcha filiallariga tashrif buyurib, o'zingiz xohlagandek raddom sumka yig'ib, sovg'alarga ega bo'lishingiz mumkin. Shu bilan birga do'konimizda o'z xohishingizga qarab ham onlayn raddom sumka yig'ib ola olasiz. Bu videoni aynan mart va aprel oyida raddom sumka yig'moqchi bo'lgan opajonlarimizga tezda jo'natib qo'yamiz. Imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Fogi siz va farzandingiz uchun qayg'uradi.